Dersimizden devamı yana qanday qiladi degan ta'liqni lozim tutiladi. Valtazimi ta'liqa lozim tutgan ta'liqni. Yani bir ta'liq qilish vacip demekçi. Qachon maynapiydin, qachon u pildan keyin nim bo'lsa, pildan keyin maynapi kelib qolsa, innapiya kelib qolsa, va shunga o'xshashcha yana nimadir laynapiya kelib qolsa, lamın iktidar kep kapkasa tarixin lazım tutqan degan. Qasam kep kapkasa to'g'ri qasam minglami. Onun da mı tarix lazım. Tarix qil, tarixin lazım tutqan degan. Endi istifham. Buni ayrim keltirish sabab buning uchun surat ekan. Bu istifhamdan keyin kep kapkasa, u pildan keyin istifham kep kapkasa qanday qilmaymiz degandek. Alimtu eyyuhum abuka degan o'xshash. Masalan, bu ikki maf'ulning biri ism istifhom bo'lib qolibdi. Alimtu bu fe'l af'al qulub, fe'l va zimir, fe'l mutakallim, fe'l va fa'il alimtu. Ayyuhum bu nim bo'ldi? Birinchi maf'ul bo'ldi. Abuka bu ikki maf'ul bo'ldi. İkinci maf'ul bo'ldi. Masalan, buning da bunda qanday qilamiz? Ikki maf'ulning birisi ism istifhom bo'lib qolibdi. Eyyuhum deganning o'zi bu birinchi maf'ul tipi. Bu ism istifhom qildi, qovlarning qaysisining otang degandek. Bildim men ularning qaysisining otang degandek. Eyyuhum bu ism istifhom ey degan, qaysi degan ism istifhom bo'ldi. Bu ikki maf'ulning birinchi maf'ul ism istifhom bo'lib qoldi. Bu birinchi suratda. İkinci xil suratda, hani val istifhamı degan ayrim keltirish emas shu. İkincisi ism istifhamga mudaf bo'lib qoldi. Masalan, alimtu g'ulamu ayyihim abuka degandik. Zab qilingan bo'libdi. Ism istifhamga g'ulam o'sha ayga zab qilingan bo'ldi. Uchinchisi degani burada hamza istifham kirgan bo'libdi. Alimtu azaydun indaka am amrun va alimtu hal zaydun qoimun av amrun deganga o'xshash. O'xshash bu ism istifham haqida 3 xil surat var ekanda. Buningdan keyin kelib qolsa, bu istifham masalan din burun af'al qulub kelib qolsa ta'liq qilamdiq, qilmamdiq demak mazmunida. Buningda bu shuni o'xshash dedi. Istifham, istifham özren istifham şu ta'liq za ay ta'liq qaytida istifham şu ta'liq lahu ama istifham uchun lahu istifham uchun in hatama hatmun degani hatmun degani vojibun demakchi-da in hatama degani vojib bo'ldi demakchi vajaba manda istifham şu ta'liq bu istifham uchun ham vojib bo'ldi. Demak bu üç suratning uchinchisi yana bu yerda bu af'al qulub edep ötendek hiçbirisini amel kılanmaydı. Kandak amel kılanmaydı, labzan amel kılanmaydı ama manen amel kılalaydı öyleydi. Alimtu eyyuhum abuke, alimtu gulamu eyyihim abuke, alimtu azeydun indeke em emrun. Ya ki alimtu hel zeydun qaymun ev emrun. Diyen oluşur. Bu suretin qaysi bolsun istifham istifhamda bunun da çoğu qanday qilindi deganda bu istifhamdan burun kelgan bu af'al qulub bu pilni ta'liq qilindiki labzan amal qilinmaydi. Amal qilishdan es qo'yiladi, ta'liqni es qo'yiladi. Ammo ma'nan amal qilaverdi deydi. Xo'sh. لعلم إرفان وظن تهمه تعدية لواحد ملتزمة. Endi irfan ma'nisi kelgan alima uchun. Bir alimaki o arafa manda kelibdi. Ya arifa manda. Arafa. Alima degan pil arafa ma'nisi kelibdi. Yani bu irfanning ilmi uchun deganlik alimaki keldi bu alima arafa manda keldi demakchi. Va dan uchunki keldi bu danna
tuhama ve danni tuhama. Yani ittehame men kegen danna üçün ta'diyetun li vahidin multazame. Birli mef'ulun biga mutaaddi kılış lazımdır. Lazım bulunuştur. Lazım keştir yani. Demek bu eğer alime o aripemendi kemse o işki mef'ulun talep kılattı. Alimtu zeyden kaimen. Alimtu mesela el cevve nakiyen. Alimtu biladi cemilen. Diyen okşaş. Alime öz mens kelse, alime bilgen men olsun. O işkime puluk takazza kılattı. İşkime pulsuz bitmeydi o. Eğer o alime aripe men dikipti. O vakitte o dannanın özümü eğer töhmet mens kemmese, ittehame mens kemmese, onu bir mepulle bitmeydi. Danantu mesela emren kaimen. Buna ondan da emren de kızı emir güman kıldınız. O gepitmeyin ana. Nimde güman kıldınız. Banantu aliyen şucaan. Mesela diyendek. Buna da ikinci mepul bulmuş gepitmeydi. Ama bunun da bu danna ittehememez kese alime arapamez kese bu kanda kılınırsa ta'diyetun li vahidin multazeme. Birli mep'ulun biga ta'di kılış, tecavüz kılış multazemdir. Vacip sanılır değil. Vacip sanılır. Birli mep'ulun bir pütüdü demek. Mesela kandak dese, kandak degende ayet-i kerimede bakın da Vallahu ahracakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna şey'an. La ta'lamuna manada la ta'rifuna şey'an diye manada da. Eğer bu mektup kalsa bu şey'anıma bir mef'ulun bir. Ve alime normalde işki mef'ul takaza kılgan pilti. Gep bitmeydi o kalam tamam olmaydı. Bunun da bunun qarab la ta'lamuna gen la ta'rifuna şey'en degan ma'nani uqtaydi. Vallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'rifuna şey'en degan chiqdi deydi. Danna ma'nosi danna uchunki tuhama. Bu ittahama ma'nosi kelgan danna uchun. U qanday desa masalan danantu zaydan. Danantu zaydan degan nima desa ay ittahamtuhu degan bo'ladi. اتهمته من onda اتهمته pulen asıl normalde ondan nam işkime pul taqıza qılat danan tuzaydan gap bitmeydi. Danan tuzaydan degan gap öz ma'nisi emas bu ittihemtu manda ittihemamislar deydi. Bunu bir pillala ve nima bir maf'ulun bilan tutudi ama bir maf'ulga ta'diy qilish o lozim deydi. Bir maf'ulga tajovuz qilish, bir maf'ulga o'tish, bir maf'ulga ta'sir ko'rsatish, ta'diya degan bir maf'ulga ta'sir ko'rsatish. Bir maf'ulni mening maf'ulim bi mushu deb bir maf'ul bilan qanoat qilish, uni qanoat qilish lozim deydi. Xo'sh, ولرأى الرؤيا مما ولرأى الرؤيا ولرأى الرؤيا مما لعلم طالب مفعولين من قبل تما ورأى üçünki rüya menskege ra'a üçün. Delik bu ne degelikni özü nime dese bu ra'a ilkabdak şu da binesin kögen normal oygakta kögen emez gözden kögenemez. Bu ra'a rüya menskebe de mesela. إن رأيت أحد عشر كوكبة والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ديندك سوريوست كي آياتن بشر كيجن رأيته وشش مثلا bir ra'a rüya mendekipti. Şu kögen mende. Umu o kanda holodo dese onun için enmi ma'alima. Nispet vergin alime üçün boğan nesinin üzü nispet vergin. Alime üçün nim nispet ortak işki mapuldu. Talep qo'g'chidi bu alima ishki mapul talab qilgandi bundan burun. Shu alimaga nisbatagan narsaning o'zini nisbatagan nima uchun? Ra uchun. Ra uchunki ru'ya ma'nosi kelgan ra uchun. Tushib ko'rgan ra bir narsani ko'zda ko'rgan uyg'oq ko'rgan emas,
tushdi ko'rgan ma'nisi kelsa raa. Ol uchun alima uchun bergen narsani o'zi nisbat bergin. Talab ikki ma'qul talab qilyaptiki u alima. Mundan burun shundaq nisbat topgandi. Bu alimaga ikki ma'qul talab qilish nisbat mansub bo'lgandi. U vaqtda demak raa uchunmi shu ru'ya mansiga raa uchun ikki ma'qulni nima qilgan bergan deydi. İnni arani asiru hamra degandek masalan. Arani birinci maf'ul mana. Asiru hamra bu cümle fiiliye ikinci maf'ul. Bu mesela tushdi yani inni arani asiru hamra Yusuf Aleyhisselam'dan kelgan ikki zindondoshninki birisi qutuldig'ini bir navoiy u qalisi ilindi ana ma u ikki hamroh zindonga kirganki tushdi ko'gini bu üzümünü sıkıp arak üzünü sıkıp mı da arak kılıp çükür kılıp demeydi de. Arabiyada közden görünemez, düşlen görünür. Bu xil düşlen görgen körüşmez, düşlen görgen raa üçün əlimə bəgən hükümnün üzüne bunu nispet edin ki əlime normalda iki mepul tələb qatdı. Alimtu zeyden alimen diyen oxşar. Deydi. ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولين. Xoş. Endi bu yerda ma'mulni hazf qilish qanday bo'ladi? Hazf qilsak bo'ladimi, bo'lmaydi deydi. Desa, yo'q, durust bo'lmaydi. Durust qilmagan, wala tujiz durust qilmagan bu yerda dalildan dalilsiz, hech bir paket davlisiz ikki ma'mulni tushirayotgan ishni qilmagan. Yoki bir ma'mulni uni tushirib saqit bo'lgan ishlarni qilmagan, uni durust qilmagan deydi. Durust qilma bu yerda dalilsiz ikki ma'qulni tushirib tashlaydigan ishni tushiradigan ishni yoki bir ma'qulni tushiradigan ishni durust qilmagan. Agar dalillar bo'lsa mayli, dalilsiz bekodan beko ma'qulni hazf qilyotgan deydi. Agar dalil bo'lsa mayli. Masalan, qanday desa ba'zi ikki ma'qulni hazf qilish bo'ladi. Bir hukm, bir dalalet qilsa. Masalan, hal zananta Zeydan qaiman debdik. Zeydan birinchi maf'ul, qaiman ikkinchi maf'ul. Sen Zeydni sen ayak ustida o'rturdigan odam, tura oladigan, tik tura oladigan odam deb gumon qilamsa, debdikan, uning javobi demasa, danantu deysan, danantu deysan deydi. Yani uni danantu Zeydan qaiman deb turmasam bo'ladi deydi. Bir ikki maf'ul hazf qilindi. Bu nima uchun desa, uniki maqable ilgaki istifham bilan kelgan jumlaninki, shunda ilgaki jumlaninki uqtuganlikni jahtidan nima desa ikki maf'ulni mahzub ketgan ikki maf'ulni uqtuganlikni jahtidan bu yerdagi ikki maf'ulni hazb qilindi. Dalillar bo'lsin deydi. Xo'sh. وكتظن أن تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل. Emdi tadunnu okşaş. Tadunnu bunu mu emdi demek? Tadunnu nimiti bu? Ef'al kulubdi. Bunu iki mef'ul taqazza qilsam bo'ladi. Men iki mef'ul kerak deydigan bir pilning birsiydi bu. Tadunnu okşaş qilgin taqulunuma. Oy, mayadmanda gap chiqdi men emdi. Taqulu degan bir pilning o'zini buni tadunnu o'xshash ishlatgan. Buni ikki maf'ul bergan deydi. Qachon agar yaqin bo'lsa taqulu degan pil mustafham bihqa va zarbdan boshqasi yoki darb au kadarpin bi g'ayri darbin au kadarpin au amal. Zarbdan boshqasidan cho'p fasil bo'lmasa yoki zarbdan o'qishi au kazarpin degan zarpdan o'qishlan fasil bo'lmasa ekan, zarb yoki zarbdan o'qish demak jar majrur demak. Kadarp degan jar majrur. Darbdan boshqasidan fasil bo'lmasa yoki darbdan o'qishiki jar majrur bilan fasil bo'lmasa yoki bir amallancho fasil bo'lmasa, mustafham bihqa yaqin bo'lsa, bu
taqulunmu tadunnu o'xshash qilgin deydi. Masalan, qanday deganda, buningda mushu shartninki mushu taquluni tadunnu o'xshash muomil qildigan sharti to'liq shart-sharoit to'liq hozirlangan buning surati nima desa ataqulu amran muntaliqan to'xta masalan buni shart to'liq jami kelgan misoli ataqulu amran muntaliqan mana taqulu tadunnu o'xshash bo'ldi demadi tadunnu o'xshash qilgin taquluni agar yaqin bo'lsa taqulu mustafham yig'iki harf istifhamga mana eninglan istifhom talab qilingan ondan fahmi talab qilindigan ya'ni odat istifhomga yaqin bo'lsa demakchi eninglan tushunish talab qilindigan narsaga yaqin bo'lsa nima aytaqulu ataqulu amran muntaliqan degan o'xshash mana bu yerda amran birinchi maf'uli muntaliqan ikkinchi maf'uli aytaquluniki mujna bo'lgan bo'lsa lekin buni yana boshqa sharti borda endi buning sharti qaysi deganda buningda bir necha xil shartlar bor masalan uni sharti qanday xo'losh masalan pil mudari bo'lish pil mudari bo'lmasa bo'lmaydi ammo bu yerda yaqulu qilib qolsa unda bo'lmaydi muxotab bo'lish degandek shartlar bor buni agar fasl qilinib qilib qolsa nima bunida agar bu fe'l mudoriyning boshqasi bo'lib qolibdi masalan bu fe'l mudoriyning g'ayri bo'lib qolibdi taqulu pul mudoriya agar shunsiz pul mudoriy bo'lmay pul mudoriyning boshqasi bo'lib qolsa tadunnuga o'xshatqil bo'lmaydi tadunnuning amalni bagil bo'lmaydi ikki maf'ulni ikki ismni mubtada xabarni taqdim ikki ismni taquluga maf'ulun bi qilib bo'lmaydi qandaqki tadunnuga o'xshash buning sharti fe'l mudori bo'lish taqulu degandek agar mudoriyning g'ayri bo'lib qolib qolsa nima bo'lmaydi masalan qala zaydun amrun muntaliqun deyilibdi buningda bu qalachu bu ikki maf'ulni nasb qilinmaydi qala zaydun amrun muntaliqun deyildi hargiz amran muntaliqan deyilmaydi mudori bo'libdi tasiz mudori bo'lib qolibdi yaqulu zaydun amrun muntaliqun deb taqulu deganda ya ikkinchi shart mana bu muxotab bo'lish kerak agar mana shu g'ayb bo'lib qolsa yana bu tadunnu o'xshatib uni ikki maf'ulni nima qilinmaydi nasb qilinmaydi ikki maf'ul ustida amal qilinmaydi tasiz bo'lib qolibdi keyin muxotab bo'lmay g'ayb bo'lib qolibdi yaqulu zaydun amrun muntaliqun o'xshash yoki ism istifhomgacha ay ilib istifhomga ilgirilmabdi anta taqulu amrun muntaliqun debdi masalan istifhom nasb qilmay o istifhomga nasb qilmabdi ne demek istifhom nima bo'lib qolibdi bo'lmabdi istifhomga keyin bo'lib qolibdi o'xshash anta taqulu amrun muntaliqun istifhom yo'q ekan masalan bunda qilib qolsa yana bunida istifhom bo'lmasa bu fe'lning boshida yana amal qilmaydi buni istifhomga yaqin bo'lish shart in valiya mustafhaman bih da ana anta taqulu amrun muntaliqun davrimiz bunida hargiz amran muntaliqan deb qilib bo'lmaydi yoki ism istifhom u kelibdi masalan anta taqulu zaydun muntaliqun o'xshash lekin buningda qanday bo'lib qolibdi zarb va jar majrurning boshqasidan fasil bo'lib qolibdi yoki undan boshqa ma'muldan bir amaldan fasil bo'lib qolibdi anta taqulu dedikda anta taqulu zaydun muntaliqun taqulu degan bo'lsak-ku
Ama ya da ilip istifham bilen takulun arla enta zamir marfu munfasil pasılıp kaldı. İstifham bilen takulun arla da. Bunun için pasılı musul deydi. Nim bilen zarfның gayrilen. Eğer zarf bilen bu pasça takılık zarar kılmaydı. Ya ki ev kedarpın ya zarfның okşi ki jar mecruren bu pasın beyle. Ya ki onun bir ma'mulle bu pas umumeyle. Ee, Mesela kandar degende emren takulu muntalikan degenine okşaş. Ee, Mana bu bizim ma'mulliki emren takulunun ma'muliydi aslında. Bu istifham bilen emren degende emze bilen takulu arlıqda ço bu takulunun ma'muli olgan yani mef'ulun bis olgan emren pasılıp kaldı. Emremden pasılıp kaldı. El amel degen şu. Paslı olmasa, zarfның gayrilen paslı olmasa, yoki qanday bo'lmasa zarbning o'qishlan pasli bo'lmasa yoki bir nimalar bilan uning ma'mullan pasl bo'lmasa qanday qiladi shu vaqtda taquluni tadunnu o'xshash bumi af'al qulubni qatoridan sanab ikki ismni ikki ma'mul qilib bersangiz bo'ladi mush shart ostida deydi. Xo'sh, وإن ببعض فصل وإن ببعض في فصل يحتمل eğer aşının bazılan paslı kıp kalsan o bıktık öğretildi. Mesela onun bazılan paslı kılınsa qaysi aşının bazılan ki mesela zarf bilen paslı kılınıptı. Onun hamda boptu da onun tahammül kılıp buluttular da kötürüp atımız. Boptu da onun tahammül kılıyoruz. Ağaçın bəzi zi nə işarət müşar ilə biz zilki ism işarət ağaç zərbqa yoki zərbin oxşu jar məcrurqa əv əməl yoki onun mə'mul olğan ay pilinin mə'muli aşınınla fasıl bo'lib qolgan bo'lsa xalas uni yuhtamal u xar bo'libdi uni hamla qilib ko'tarib uni tahammül qila olamiz yoki ko'tarib bo'ladi bo'pti qilsak bo'ladi demoqchidir. وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا وإجراء قلنده قولني ظن غوشش مطلقا أما يادا yuqorqi ishki beytinim degan biz taquluni tadunnuga o'xshash qilamiz agar bu ism istifhomga yaqin bo'lsa buni zarbdan boshqasidan ul posilib ketmasa unda zarbdan boshqa narsa kirolmasa yoki zarb jar majrurdan boshqa narsa kirolmasa yo u pilning ma'muli o'tirib kirib posilib qolmasa degan anandan keyin biz taquluni tadunnuga o'xshash qilib ikki maf'ulni birimiz mana bu ikki maf'ulingiz deb uni mubtada xabarni maf'ul qilib birimiz degan mayada debdi endi joriy qilindi ijro qilindi qavlni danga o'xshash mutlaqo mayli u fasl bo'lsin bo'lmasin u ism mustafhamga yaqin kelsin kelmasin buni mutlaq nim qilindi sulaym degan bir toifa bir jamoaning qarashida mutlaqo qavlni danga o'xshash muomala qilish bo'ladi deydi. Masalan qul za mushfiqo degan o'xshash mana qul pil amri da birinchi maf'uli mushfiqo ikkinchi maf'uli mana bunda hech qanday istifhomi yo'q hech qanday nimasi kelmadi buningda yoki muxotabim bo'lmadi mana shu o'xshashim keldi mutlaqo amal qildi amal qilsa ham bo'ladi shunaqa amal berish bo'ladi taquluni taduni o'xshash qilish bo'ladi mutlaqo deb bu bani sulaym degan bir toifa mundaqmi debdi ammo bu biroz mashhur emas bu bugungi darsimiz inshaalloh mushugacha bo'lsin qoldi darsimizni alloh xohlasa davomlashtiramiz va oxiru davana alhamdulillahi robbil alamin